Assalomu alaykum hurmatli podpisчиклар. Bugun 6-yanvar 2026-yil navbatdagi savdomiz. 2025-yil noyabr oyida salondan chiqqan shot spravka 33 km yurgan Cobalt avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanidan kelgan Dastonbekka sotdik. Ina Dastonbek kilitlari tabriklaymiz. Yaxshi kunlar to'ylamin. Mashinamizning narxi 150 million bo'ldi. Nechik Dastonbek savdodan rozimisan? Mashina ko'ngildagidimi? Ko'ngildagini hammasi ajoyib. Kelaverasizlar. Ina sotgan mashinangizni yurtdoshlar. Salondan chiqar faqat o'zimiz salongacha yurib kelganadi. Style variant edi. Mashinamizda nomerlar daqilmanadi. Yurgan kilometri 33 kilometr edi. Massa holatdagi mashinamizning narxi 150 million bo'ldi. Kim shunday arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bog'ot tuman Gayni ro'parasida Bog'ot avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomeri bo'ladi, bemalol bog'lanaverasizlar. Hammangiz sog'likda kutib qolamiz.